Assalomu alaykum, hurmatli Berliner jamoasi. Meni ismim, familiyam Yusufboy Gulnoza. Hozirgi kunda nemis tili o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Berliner o'quv markaziga kelib, tez fursatda, qisqa fursatda B1, B2 sertifikatlarni, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Berliner o'quv markazini o'qituvchilari juda ham faol, juda ham darslarni interaktiv, interfaol usullarida o'tadilar. Bu o'quv markazida intensiv darslar ham yo'lga qo'yilgan. Buning uchun o'qituvchilardan juda ham minnatdorman. Va ayniqsa Berliner til maktabining direktori Oybek Yakubov ustozimizga juda ham katta o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Va bu yerda o'qib yurgan o'quvchilarga omad tilayman. Men ham tez fursatda vizamni qo'lga kiritdim. Xudo xolasa tez kunda Germaniyaga uchib ketib borayotirman. Sizlar ham Germaniyaga ketib o'qishni, Ausbildung qilishni yoki bo'lmasa fachkraft ish bo'yicha ketishni xohlasangizlar, Berliner o'quv markazini eshigi doimo sizlar uchun ochiq.